Agar siz yaqinda biznes boshlagan bo'lsangiz, ehtimol o'zingizga qanday qilib ish haqqi to'lanishi kerakligi haqida o'ylayotgandirsiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga yana xush kelibsiz. Bu videoda sizga 2025-yil qoidalariga mos ravishda yakka a'zolik Single Member LLC egasi sifatida o'zingizga qanday maosh yoki daromad olishni tushuntirib o'taman. Avvalambor, yagona a'zolik LLC haqida tushunishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu biznes shaklining xususiyatlaridir. Agar siz yagona a'zolik LLC tashkil qilgan bo'lsangiz, demak biznesingiz IRS AQSh ichki daromad soliq xizmatlari tomonidan disregarded entity, ya'ni e'tiborga olinmaydigan tuzilma sifatida ko'riladi. Disregarded entity degani barcha daromadingiz shaxsiy soliq deklaratsiyangizning 1040 formasida C jadvalida ko'rsatiladi. LLC ga xos xususiyat shundaki, LLC nomidagi mulklar sizning shaxsiy mulkingizdan ajratilgan bo'lib, yuridik tomondan himoyalangan. Bu shuni bildiradiki,